Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet Emin. Men bugun insonlarning faxrlanish tuyg'usi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada insonlarning faxrlanish tuyg'usining nima ekanligi, uning qandaq shakllanganligi, uning qandaq vayron bo'lganligi, u kam bo'lgan vaqtida insonlarda qandaq oqibatlarninki kelib chiqadiganligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bolsun. İnsanların fəxrleniş duyğusu degan vaqtida u insonlarning o'zi va yoki o'zi bilan munosabatli kishilar yaxshi natijaga erishganda yoki muvaffaqiyat qozonganda his qilgan xushalliq va qanoat tuyg'usi bo'lib, u qadrlanish, hurmatlanish, g'ururlanish, qanoat hosil qilish, xushalliq, baxt, boshqalarga bo'lgan pozitiv va ijobiy his tuyg'u qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Faxrlanish tuyg'usi kishilarning ijtimoiy yoki axloqiy qimmat qarashi bilan munosabatlik har xil muvaffaqiyatlarga qayturgan inkosi bo'lib, u kishilarni o'z maydonida ching turishga rag'batlantiradigan harakatlantirgich kuchdir. İnsanlarning faxrlanish tuyg'usini tövəndəki bir neçə turga ayirish mumkin. Birinci, o'zidan faxrlanish. İkinci, ailesidan, urug' tuqqanlardan faxrlanish. Üçüncü, kasbidan yoki qilayotgan xizmatidan faxrlanish. To'rtinchisi, o'zi tava kollektiv yoki jamiyatdan faxrlanish. Beshinchisi, millat yoki davlatidan faxrlanish. Mana bular insonlarning faxrlanish tuyg'usiningki o'xshamagan turlari. Undaqda insonlarning faxrlanish tuyg'usi kuchli bo'lgan vaqtida qandaq oqibatlar kelib chiqadi yoki faxrlanish tuyg'usi kuchli bo'lgan insonlar qandaq bo'ladi degan vaqtida birinchisi o'zidan, oilasidan, millatidan va vatanidan faxrlanadigan bo'ladi. Ikkinchisi o'zining yoki o'zi tava bo'lgan guruhlarning natijasi va utuqlardan faxrlanadi. Üçüncüsü, o'zini qadrlash yoki izzat, hurmat tuyg'usi kuchli bo'ladi. To'rtinchisi, yaxshi ishlar yuz berganda har doim xush bo'ladi, mamnunlik his qiladi. Beshinchisi, o'zini va o'zi tavalikini boshqalardan yaxshi yoki a'lo his qiladi. Oltinchisi, o'zini muhim o'ringa qo'yishi va yoki o'zining muhimligini ko'p ta'kidlashi mumkin. Yettinchisi, o'zining qobiliyatini mubolag'a qilib ko'rsatishi mumkin. Beshinchisi, ba'zida boshqalarning natijalarini nazardan soqit qilishi mumkin. To'qqizinchisi, oson boshqalarning hasad qilishiga duch kelishi mumkin. Mana bular insonlarning faxrlanish tuyg'usi kuchli bo'lgan vaqtida kelib chiqadigan oqibatlar yoki shu faxrlanish tuyg'usi kuchli bo'lgan insonlarda bo'ladigan aloyidliklar. İnsanlarning faxrlanish tuyg'usi kam yoki yo'q bo'lgan vaqtida qandaq oqibatlar kelib chiqadi yoki shu faxrlanish tuyg'usi kam yoki yo'q bo'lgan insonlarning aloyidligi qandaq bo'ladi degan vaqtida birinchisi turmushga oddiy va sovuqqon muomala qiladigan bo'ladi. Ya'ni turmushdan talabi bak yuqori bo'lmaydi. Ikkinchisi, atrofida yuz bergan ishlarni o'zi bilan ko'p munosabati yo'q deb qarashi mumkin. Uchinchisi, hayotida yuz bergan har qanday ishdan oson hayajonlanmasligi va ularni boshqalar bilan o'rtoqlashmasligi mumkin. To'rtinchisi, shon, shuhrat va nom atoqqa uncha qiziqmasligi mumkin. Beshinchisi, o'zi yoki o'zi tava bo'lgan jamoatga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi sus bo'lishi mumkin.
Oltinchisi, hayotdan bek cho'ng narsa kutmasligi, oddiy turmushga qanoat qilishi mumkin. Yettinchisi, hayotida alohida cho'ng utuqlar qozonolmasligi mumkin. Mana bular faxrlanish tuyg'usi kam yoki yo'q bo'lgan insonlarning alohidliklari. İnsanlarning faxrlanish tuyg'usini vayron qiladigan omillar nimalardan iborat yoki qandoq omillar bizningki faxrlanish tuyg'umizni vayron qilishi, yo'q qilishi mumkin degan vaqtida, birinchisi bolalik davrida ota-onasi tarafidan davomli haqoratlanish, inkor qilinish. Mana bu shundaq sharoit ostida cho'ng bo'lgan bolalarning kelgusida faxrlanish tuyg'usiningki kam bo'lishini keltirib chiqadigan muhim bir omil. Ikkinchisi, davomli boshqalar tarafidan kamsitilish, inkor qilinish, xo'rlanish, haqoratlanish. Uchinchisi, boshqalar tarafidan hech narsaga yaramas deb qaralish. To'rtinchisi, kimligi, g'ururi va iftixori inkor qilinish yoki vayron qilinish. Beshinchisi, eng faxrlangan va cho'ng bilgan mashhur zotlarning, milliy qahramonlarning boshqalar tarafidan inkor qilinishi, hech nimaga arzimaydigan bo'lib chiqishi, hatto boshqalar tarafidan xoin, sotqin deb inkor qilinishi. Bu shu kishilarningki faxrlanish tuyg'usini vayron qiladigan omillar. Undan boshqa, oltinchisi, atrofida o'ziga ulgi bo'lg'idak, faxrlangidak, o'ziga qimmat bergidak odamlarning bo'lmasligi. Yettinchisi, yashashning ahamiyatini to'g'ri tunib yetmaslik. Bular shu umuman qilib aytgan vaqtida o'xshamagan omillar shu sababidan insonlarning faxrlanish tuyg'usi vayron qilinishi yoki to'salg'iga uchrashi mumkin. Undaqda insonlarning faxrlanish tuyg'usini qandoq tikligili, qandoq kuchlantirgili bo'ldi degan vaqtida, birinchisi, bolalarning o'sib yetilishi uchun inoq va sog'lom muhit barpo qilish. Bu shu nihoyatda muhim. Ya'ni biz bolalar bizningki kelgusimiz deydi ekanmiz, ularningki tarbiyalanishi yaxshi bo'lgan vaqtida, anandan keyin ularning kelgusi parlaq bo'ladi, kelgusi millatga foydali insonlarni yetiltirib chiqish mumkin. Ya'ni hamma ish shu bolalarningki o'smir vaqtidagi tarbiyasidan boshlanadigan gap. Ikkinchisi, bolalarga axloq tarbiyasini kuchaytirish bilan birga ota-ona yaxshi ulgu bo'lish. Uchinchisi, bolalarning g'urur, iftixoriga hurmat qilish. Hargiz ularni kichik ko'rib, ularning g'ururini sundirmaslik. Ularning adolat va haqqoniyat tuyg'usini yetildirishga yordam berish kerak. To'rtinchisi, bolalarga samimiy, rostchil bo'lish, yolg'on gap qilmaslik, bolalarga bergan va'dasida chin turish. Beshinchisi, bolalarning o'z kimligi, o'z qimmatini va o'z obrazini saqlam yetildirishga yordam berish kerak. Oltinchisi, boshqalarni xohlagancha inkor qilish, g'ururini sundirish va haqoratlashdan saqlanish kerak. Yettinchisi, oilasining, o'z jamiyatining, o'zi tava bo'lgan gruppa yoki millatning faxrlanadigan tarixiy, madaniyati, qahramonlari va har xil ta'sirlik ish izlari bilan tanishib chiqish kerak. 8-si, o'zining o'rni, qimmati va mas'uliyatini to'g'ri tanib yetish kerak. Mana mushularni qilgan vaqtimizda anandan keyin insonlarning faxrlanish tuyg'usini yaxshi tikligili, faxrlanish tuyg'usini kuchaytgili bo'lishi mumkin. Bugungi bu insonlarning faxrlanish tuyg'usi to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammamizningki tinini salomat qilsin, aql farosatini ustun qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh, Xudoga omonat.